Assalomu alaykum doktor. Hozirgi kunda ko'pchilik qabulingizga kelmasdan turib operatsiya narxini so'rashadi. Bu qanchalik to'g'ri? Va alaykum assalom. Bu juda aktual tema hisoblanadi. Faqat o'zimda emas, butun tibbiyot xodimlarida ham bunaqa holat kuzatiladi. Ayniqsa ortoped vrachlarimizda endoprotez operatsiyasi necha pul, oldingi qo'shiqman bo'ylab jarrohlik amaliyoti necha pul, Minsk necha pul turadi deb bir kunda ko'plab savollar tushadi. Ba'zi bemorlar hatto salom alik qilmasdan ham mana shu operatsiya necha pul deb yozib yuborishadi. Telegram yoki Instagram orqali. Bu umuman noto'g'ri yondashuv deb bilaman va barcha hamkasblarimda ham bu anchagina noqulaylik keltirib chiqaradi. Umid aka, nega bemorlar odatda birinchi bo'lib narxlarni so'rashadi? Bu tabiiy holat hisoblanadi, chunki hamma inson ham operatsiyaga tayyor bo'lmaydi, ham ruhiy tomonlama, ham moliyaviy tomonlama. Bu endi aksariyat bemorlarda kuzatiladi, hammani ham nazarda tutmayapman. Sabab ba'zi operatsiyalar ekstremniy holatda o'tkazilishi kerak, ba'zi operatsiyalar planoviy, ya'ni mo'ljallangan holatda amalga oshiriladi. O'sha shoshilinch holatda yoki kechiktirib bo'lmaydigan jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish uchun bemorlar o'zlarining moliyaviy tomonlama tayyorlanishi kerak bo'ladi. Shu sababdan ham uni to'g'ri qabul qilishimiz kerak va bemorlar bir tomonlama haq hisoblanadi. Endigi savolimiz Umid aka, telefon orqali operatsiya narxlarini aytish qanchalik to'g'ri? Telefon orqali operatsiya narxlarini aytish aslida noto'g'ri hisoblanadi. Noto'g'riligi nimada? Ya'ni tibbiy jihatdan bemorni hali to'liq ko'rib, o'rganib, uni tashxisi qanaqa yoki qo'shimcha kasalligi qanaqa yoki qanaqa turdagi operatsiyani o'tkazish keraklik haqida ham vrach tomonlama to'liq ma'lumot bo'lmaganligi uchun operatsiya summasini aytish noto'g'ri hisoblanadi. Ammo hozirgi kunda har bir klinikada va davlat shifoxonalarida ham har bir operatsiyani o'ziga, hozirgi kunda har bir xususiy tashkilot va davlat shifoxonalarida ham o'sha o'tkaziladigan operatsiyaning summalari standart keltirilgan. Ammo yuqorida aytganimdek, bemorda qo'shimcha kasalliklar yoki operatsiyaning murakkabligi yoki murakkab jarayonlar amalga oshirilishi kuzatiladigan bo'lsa, bunda operatsiya summasini aniq aytib bo'lmaydi. Keyingi savolimiz Umid aka, misol uchun ikkita bemor keldi, ikkalasi ham bir xil kasal, lekin ikkalasida operatsiya narxlari o'zgarishi mumkinmi? Albatta, ikkita bir xil tashxis bilan kelgan bemorlarda operatsiya summasi ikki xil bo'lishi mumkin. Misol uchun, kasallikning darajasi Minsk yirtilishi mumkin, uni tikish mumkin yoki tikib bo'lmasligi mumkin. Ikkita bir xil Minsk bilan yirtilib kelgan bemorlarda ikki xil holat amalga oshirilishi mumkin. Bittasida Minskni olib tashlash, ikkinchi bemorda esa Minskni qayta tiklash. Qayta tiklash operatsiyalari har doim olib tashlashga nisbatan moliyaviy jihatdan qimmatroq turadi. Shu sababli tashxisi bir xil bo'lgan bemorda har doim ham operatsiya summasi bir xil bo'lmaydi. Keyingi savolimiz Umid aka, MRT xulosasiga qarab narx aytishchi, bu qanchalik to'g'ri? Ba'zi bemorlar MRT xulosasi va ma'lumotlarni yuborib, operatsiya summalarini so'rashadi, ammo MRTda har doim ham bemor haqida to'liq ma'lumot ko'rsatib berilmaydi. Shu sababli operatsiya summasini bu holatda ham to'liq aytib bo'lmaydi. Tushunarli doktor. Endi keyingi savolimiz Umid aka, ko'pchilik operatsiya narxlariga nimalar kiradi deb so'rashadi odatda. Bu savolga qanday javob bersak bo'ladi? Operatsiya narxlariga hamma joyda bir xil deb aytib bo'lmaydi. Sababi, masalan, bitta klinikada operatsiya to'lovini ichida anesteziya, operatsiya summasi yoki analizlarni kiritish mumkin. Ikkinchi klinikada faqat operatsiya summasini o'zi yoki boshqa umuman holatlar borki, implantlar ishlatiladi. Implant ishlatiladigan operatsiya summalari umuman boshqacha hisoblanadi. Shu sababli hamma klinikalarda operatsiya summalari bir xil deb aytib bo'lmaydi va klinika hamda vrach darajasiga muvofiq har bir joyda operatsiya summasini belgilaydi. Umid aka, keyingi savolimiz, ba'zi bemorlarda narxlarning tafovutida qanaqadir tushunmovchiliklar bo'ladi. Ya'ni qaysidir klinikada arzon ekan, qaysidir klinikada qimmat ekan deyshadi. Buni nimaga qarab farqlash kerak? Bu juda to'g'ri narsa. Sababi bitta bemor 3 ta, 4 ta, 5 talab klinikalarga yoki vrachlar qabulida bo'lib, operatsiya summalarini hisoblatishi mumkin. Vrachlar hamda klinikaning darajasi, yuqori darajadagi vrachlar hamda yuqori darajali klinikalarda albatta summalar farq qiladi. Tushunarli. Yana bitta narsa, misol uchun endoprotezlash jarrohlik amaliyotini oladigan bo'lsak, umumiy paketni hisoblab ko'radigan bo'lsak, ba'zi klinikalarda arzon, ba'zi klinikalarda qimmat deb yoki bemorlar keladi,
bu klinikaga bordik, mana shuncha ekan operatsiya summasi. Avvalo bemorga tushuntirish kerak. Endoprotezlar, umuman implantlar bir-biridan farq qiladi. Ya'ni materiali, ishlab chiqargan davlati hamda firmasi hamda tuzilish shakliga qarab, vazifasiga qarab endoprotezlar bir-biridan farq qiladi. Shunday ekan, operatsiya summasi ham bir-biridan farq qiladi. Shunda Umid aka, operatsiya narxlari haqida telefondan so'rash bu noto'g'ri tushunchami? Albatta yo'q, mumkin. Qanday holatlarda javob beriladi? Ya'ni taxminiy diagnozni bemor aytsa, misol uchun son suyagi singan desa va mana shunaqa operatsiyasida necha pul deb so'rasa, siz taxminiy narxini aytishingiz mumkin. Misol uchun mana shu summada, mana shu summa oralig'ida deb. Ya'ni bemor kelganda bu narxlar o'zgaradi. O'zgarishi mumkin. Nima uchun taxminiy? Sababi bemor o'sha summa oralig'ida o'zini imkoniyatini to'g'rilash uchun. Tushunarli. Umid aka, bunaqa vaziyatda shifokor ko'rigisiz qaror chiqarish qanchalik to'g'ri? Ba'zi kamsonli bemorlar operatsiya summasini ayting, men shunga qarab boraman deb shart qo'yishadi, lekin bu umuman noto'g'ri. Sababi hali bemorni ko'rmasdan, bemor umuman o'zi operatsiya bemor uchun mumkinmi, yo'qmi, yoki yanada ochiqroq aytadigan bo'lsam, o'sha operatsiya bemor uchun kerakmi, yo'qmi? Mana shu narsani bilmasdan turib, shifokorni ko'rgisiz operatsiya summasini so'rash aslida o'zi umuman noto'g'ri. Tushunarli. Unda Umid aka, bemorlar o'sha operatsiya narxi haqida ma'lumot olishda telefondan qanday murojaat qilishlari to'g'ri? Bemorlar operatsiya summasini bilish uchun telefon orqali avvalo o'ziga qo'yilgan tashxisni to'liq tushuntira olishi, ya'ni ma'lumoti, kasalligi haqida ma'lumoti bo'lishi kerak va qanaqa operatsiya o'tkazilishi haqida ham ma'lumot bo'lishi mumkin. Ya'ni bemor bir nechta klinikaga yoki vrachlar tomonidan ko'rik o'tkazilgan, u operatsiyasi va tashxis haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lsa va telefon orqali buni tushuntira bera olsa. Ikkinchisi, telefon qilganda aniq summani emas, taxminiy summani so'rash, bu har tomonlama to'g'ri deb bilaman. Tushunarli. Xo'p, endi ko'pchilikda bo'ladigan holat, operatsiya narxlarini surishtirishadi va eng arzoniga yoki qarab ketish holatlari bo'ladi. Bunda xulosangiz qanaqa? Operatsiyani har doim ham eng arzonini qidirish bu to'g'ri usul deb o'ylamayman. Sababi operatsiya bir marta amalga oshiriladi va natijasi yillar davomida bemor uchun xizmat qilib berishi kerak. Ammo bu har doim ham qimmat turdagi o'tkazilgan operatsiya 100% yaxshi, zo'r degani emas. Qimmat operatsiya o'tkazadigan joy har doim ham 100% bemor uchun yaxshi, qoniqarli va zo'r natija degani emas. Operatsiya natijasini yaxshi bo'lishi har doim ham summasiga bog'liq emas. Ya'ni bunda vrachning malakasi, tajribasi hamda bemorning xavfsizligi birinchi o'rinda turadi. Tushunarli. Xo'p, demak, telefon orqali operatsiya summasini so'rash mumkin, lekin aniq narxni har doim ham aytib bo'lmaydi. Chunki har bir bemor bu alohida holat hisoblanar ekan. Xuddi shunday. Har bir bemor alohida individual hisoblanadi va vrach tomonidan ko'rik to'liq o'tkazib va to'liq tekshiruvdan o'tgandan so'ng operatsiya summasini to'liq hisoblab aytsa bo'ladi. Shu sababli har doim qo'ng'iroq yoki ijtimoiy tarmoq orqali yozgan bemorlarga shuni ta'kidlab o'tamanki, birinchi o'rinda uning summasi emas, natijasi hamda operatsiyani muvaffaqiyatli o'tkazish va bemor uchun qaysi operatsiya turi muhimligi hisoblanadi. Yana bir oddiy misol, boldir suyagi sinadigan bo'lsa, unda bir nechta operatsiya turlari mavjud bo'ladi va bemor bu barcha operatsiya turlariga to'liq ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ham bemor qabulga kelib vrachga uchrashadigan bo'lsa, o'sha bir nechta tur operatsiyalarni bemorga tushuntirib va bemor uchun qaysi biri qoniqarli bo'lishini tavsiya qila oladi. Tushunarli. Kuzatib borgan bo'lsangiz, biz videomiz davomida birorta operatsiya summasi haqida aniq ma'lumot berganimiz yo'q. Va yana qaytarib aytamanki, bu turli klinikalarda operatsiya summalarini o'zlari belgilaydi. Ushbu videomiz faqat bemorlarga yordam berish maqsadida, ya'ni operatsiya summalarini qanaqa tartibda bilish va o'z sog'liqlariga bee'tibor bo'lmasliklari uchungina tayyorlaganmiz. Albatta, salomatligingizga e'tiborli bo'ling.